matematika faniga qachondan qiziqishingiz shu ortgan? Matematika fanini endi avvalambor o'sha boshlang'ich holatda, boshlang'ich maktab sinfidan o'qib kelganmiz. Asosiy qiziqishim shu 5-sinfdan boshlangan. Sababi biz o'qigan maktabda matematika va ona tili sinflariga ajratilardi o'quvchilar, o'qish birlashtirilgan holatda. Aynan shu matematika yo'nalishiga qiziqqanligim uchun 5-sinfdan boshlab matematika faniga ixtisoslashtirilgan sinfda o'qiganman va shu asosiy birinchi matematikaga jiddiy qo'ygan qadam bo'ldi. Xo'p, shu necha yildan beri bu yerda necha yildan beri o'qituvchilik qilasiz? Umumiy holda o'qituvchilik qilish faoliyatimni boshlaganimga hozir 14-yil ketyapti. 2012-yildan boshlagan o'qituvchilik faoliyatimni. Xudo xohlasa shu 2012-yildagi faoliyatimdan beri bir 2000dan ortiq atrofidagi o'quvchi o'qitdim. Siz shu darajaga yetishingizda o'z hissasini qo'shgan ustozingiz kim? Bu darajaga yetishimizda hissa qo'shgan ustozlarimiz juda ham ko'p. Sababligi bu darajaga erishishimizda bitta kishining mehnati emas. Boshlang'ich sinfdan tortib to mana shu universitet, oliy ta'lim yoki undan keyingi holatga ham hozirdan ustozlarimiz ta'lim berib kelishyapti va bu darajaga yetib kelishimizda juda ham ko'plab ustozlarimiz xizmatlari singan.